1 yoshi 9 oylik bola hali ham katta liqildog'i yopilmagan. Bu normami yoki kasallikmi? Aynan shu shikoyat bilan murojaat qilib kelishdi. Qaranglar, o'zi normada katta liqildoq 6 oydan 1,5 yoshgacha yopilishi kerak. Lekin 24 oygacha ham yopilmasligi norma agar bolaning rivojlanishi hammasi joyida bo'lsa. Ya'ni mushaklarning tonusi bo'sh emas, terlamaydi, boshlari qiyshaymagan, oyoq qo'llari, suyaklari qiyshayshi yo'q. Ya'ni rahit belgilari bo'lsa, bu normal holat bo'lishi mumkin. Yana qaysi holatlarda katta liqildoq yopilmasligi mumkin? Birinchisi netli rahit. Ikkinchi sabab bu gipotireoz bo'lsa, ya'ni qalqonsimon bezda muammosi bo'ladigan bo'lsa. Uchinchisi gidrotsefaliya bo'lsa, ya'ni gidrotsefaliya miyaga ko'p suv yig'ilganda kalla ichi bosimi oshib ketadi, bunda bo'rtib chiqadi va pulsatsiya bo'ladi. Mana shu holatlarda обязательно nevropatologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Sizni farzandingizda liqildog'i necha yoshda yopilgan, kommentariyada yozing.